Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun o'zimiz Andijondamiz. 1.5 energiya pechkamizni uyda egasi olib qo'ygan ekan. Qo'yinki, prosta kelib qurib berdik. Mana shu narsa. Xudo xolasa, ablisovkani singar qilib, shoplik qilib, ustidan hech nima qilinmaydi, lahlab bu. Bir qator baho berib tashladi. Mana ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa, mana shu tarzda qurib bitkizib berdik. Yoqqan bo'lsa like deb bosinglar. Pastga nomер qoldiramiz. Arqa tomonni ham ko'rsatib beraman.